Mack-Kay Orton entomologiya bo'yicha ilmiy darajaga ega, Kornell universitetida 10 yildan beri asalarilar bo'yicha ilmiy tadqiqotlar olib boradi. Tadqiqotchi Orton bunday deydi: Qur'onda asalarilar haqida bir sura borligini eshitdim. 1445 yil muqaddam nozil bo'lgan kitobda kelgan asalarilarga oid ma'lumotlarning aniqligi meni qattiq hayratga soldi. Qur'ondagi 16 tartib raqam ostidagi Nahl surasini to'liq o'qib chiqdim. Ushbu suraning asalari haqidagi 68-oyatida 16 ta so'z va 16 xil arab harflari kelgan. Qiziq jihati, urg'ochi asalarilarda 16 juft xromosoma, erkak asalarilarda ham 16 xromosoma bor. Mack-Kay Orton yana bunday deb aytadi: asalarilar bilan bog'liq yana bir narsa meni qiziqtirdi. Ma'lumki, Qur'oni Karimda fe'llar muzakkar, erkak jinsi va ba'zilari muannas, ayol jinsi shaklida kelgan. Asalarilar haqida kelgan oyatlar aynan ayol jinsida ifodalangan. 19-asrning boshlarida Edward Bevan asalni faqatgina urg'ochi asalarilar ishlab chiqarishini aniqlagan. Erkak asalarilar esa asal bermaydilar. Alloh taolo Qur'oni Karimda bunday marhamat qilgan: Robbing asalariga vahiy yubordi. Tog'lardan, daraxtlardan va ko'tarilgan ishkomlardan uy tutgin. So'ngra hamma mevalardan yegin. Bas, Robbingning oson qilib qo'ygan yo'llaridan yurgin. Qorinlaridan turli rangdagi ichimlik chiqar. Unda odamlar uchun shifo bordir. Albatta bunda tafakkur qiluvchilar uchun oyat, belgi bordir. Nahl surasi 68-69-oyatlar. Ushbu oyatda yemoq fe'lining amr, ya'ni buyruq shakli kuli, yegin, ayol jinsi shakli ishlatilgan. Erkak jinsida bu so'z kul shaklida keladi. Boshqa fe'llar ham shunday shaklda kelgan. Shuningdek, oyatda batnun, ya'ni oshqozon so'zining ko'plik shakli butunun so'zi kelgan. Ha, olmoshi 3-shaxs birlik ma'nosidagi ayol jinsini bildiradi. Tadqiqotlarda urg'ochi arining haqiqatan ham 2 ta oshqozoni borligi, biri oziq-ovqatni hazm qilish uchun, ikkinchisi gullardan yig'ilgan nektarni saqlash uchun ekani aniqlangan.